Kech qolyapmiz, bo'la endi ketdik. Vallahi kesin. O'zi kech qolayotgan bo'lsa, nima bu o'tirish do'stim? Tasdiqini yo'q. Biron marta zino qilib, ko'chada ichib chekib, kayf qilib yurganimni ko'rganmisan? Gapingni tushunmadim to'g'risi. Kecha ayolim uyiga ketdi. 3 ta bolani ko'z yoshiga qaramasdan nimamish unga vaqt ajratmayotgan ekanda. Kechqurun kech kelib, yana allakimlar bilan yuribsiz deb mendan shubha qilyapti. Sen biron marta meni shu holimda ko'rganmisan? Yo'q oshna. Ko'rmaganman buni qilishini. Shu xotinim ukam deganiga bay sening uchun biznesini boshlaganman. Kunduzi bilan hukumat ishida, kechasi men bay bilan shug'ullanaman. Oshna albatta vaqtim bo'lmaydi deb uyga kirgani. Do'stim siqilma, hali yaxshi bo'lib ketar. Xotining ham tushunib yetib qaytib kelar oshna. Endi kech. Erkak kishini ayolidan ko'ngli qolsa, butun dunyoda o'ttab kelib, alanga qilib yoqsan ham qalb isimaydi ekan. Oshna ayoling ham tushunib qolar. 3 ta bolani yetim qilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Tur, ket.